Akmal baloni qatorida birinchi liniyada sotiga 50 mingdan tayyor hovlini ko'rganmisiz? Yashnobod tumani, birinchi liniyada, Murabbiylar ko'chasi, Uchchinor mahallasida, mahalla komitetining ro'parasida, Akmal baludan 700 metr, metrodan 1,5 kilometr masofada joylashgan ushbu obyektimizni sizlarga havola etmoqchimiz. Umumiy maydoni 6 sotov maydonga ega. Yashash maydonlarimiz 440 kvadratdan iborat, 6 ta xona, 4 ta yotoqxona, 2 ta zal, 5 ta sanuzilni tashkil etadi. Endi tashqi obzorga to'xtaladigan bo'lsak, podvalniy pomeshcheniyalarimiz, yashil hudud, zona отдыха, уборный xonamiz, yozgi oshxonaga hududimiz, podvalga vxod, bu yoqda tapchanli zonamiz, naq 3 ta mashinaga mo'ljallangan vyezga ko'zinglar tushadi. Полностью навесlar bilan yopilgan. O'rtada bo'lsa, bemalol mehmonxonani kutib olishga kattagina hududimiz mavjud. Endi bo'lsa ichki obzorni birga ko'rib chiqamiz. Xonadonimizga kirib kelishlarda balandligi 308 metr tashkil etadi. Birinchi xonamiz eng добротный xonalardan biri zalimiz. Zalimiz ham juda ham bepoyon qilingan. Har bir xonamizda теплый polli, отопительный sistemalar qilingan, sirkulyatsiyaga joylar qoldirilgan. Bu bo'lsa navbatdagi xonamiz yotoqxona. O'rtamizda juda ham katta hol joylashgan, vitichkalarga joylar qoldirilgan, kamin qurib olsanglar bo'ladi. Navbatdagi xonamizga to'xtaladigan bo'lsa, ayollarimiz eng sevgan xonalardan biri oshxonamiz. Oshxonadan chiqaverishinglarda yana navbatdagi birinchi sanuzilimizga ko'zinglar tushadi. Ikkinchi qavatimizning balkonida juda ham chiroyli obzorga ko'zinglar tushadi. Kirib kelishinglarda ikkinchi zalimiz, lestnichная zona. Endi bu yoq tarafdan ikkinchi yotoqxonaga ko'zinglar tushadi. Yotoqxona ham juda ham katta qilingan, o'zini garderobi, sanuzillariga joylar qoldirilgan. Navbatdagi xonamiz o'rtadan prixo'jiy bo'ylab kelishimizda ikkita sanuzil joylar qoldirilgan. Bu yoqda 3-yotoqxona, 3-yotoqxonadan chiqishimizda 4-yotoqxonaga kiramiz. Hammasi razdelniy qilingan. Har bir xonamizda sirkulyatsiya, havo aylanish sistemalar juda ham go'zal. Narxiga to'xtaladigan bo'lsak, qadrli do'stlar, eshitib hayron qolishinglar tayin 300 ming AQSh dollar, ya'ni sotiga 50 ming AQSh dollar belgilandi. Yana sunnatiga muvofiq kelishiladigan joyi bor. Sog' bo'linglar.